Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, sizlar bilan Denis Komilov. Bugungi videomizda sizlar bilan Denis 26 da rasman yana bir marta Dynamic Stars Player agentlarini ochamiz. Faqat bir marta ochamiz. Qani kim tushadi ko'ramiz va uni ham o'ynatamiz va statistikalarga baho beramiz. Qani biz videomizni boshladik. Shu kanalga obuna bo'lib like bosib qo'ying. Xo'sh, biz esa videomizni boshlaymiz. Ssenariyda bizda Portugaliyaga qarshi Ispaniya keldi. Buni ham o'ynab qo'yishimiz kerak va bizning klanimiz 3000 ta bo'libdi. Yaxshi 3 million. Qani biz boshlaymiz. Hozir bizga mana shu 8 talik playerlar yoki Abduqodir Usanov kerak. Qani biz boshlaymiz do'stlar. Hozir 1 daqiqa. Qaysidir futbolchiga ko'zim tushib qoldi. Mana gol kiper ekan. Do'stlar ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik. Qani Abduqodir Usanov do'stlar ketdik. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu fursatdan foydalanib va bu Ultimate'ga o'xshayapti do'stlar. Nahotki Germaniya o'yinchisi. Nahotki do'stlar. Ha. Ultimate deb o'ylayapman. Menimcha hujumchilarga 100%. Kim bo'lishi mumkin? Ultimate menimcha. Strength 87. Ultimate do'stlar. Va nihoyat. Ovozlarni to'g'rilaymiz. Yes do'stlar. Va nihoyat do'stlar, biz germaniyalik o'yinchi tushirdik, ya'ni bizga bu albatta kerak edi. Sababi mana bu 8 talik playerlarga kiradi do'stlar, mana. Ultimate. Ajoyib tarzda oldik do'stlar. Men xursandman. Endi buni o'ynatib ko'ramiz, keyin statistikasiga baho beramiz. Xo'p, Ultimate qo'yamiz. Kuboni qo'yamiz. Va Laymerni qo'yamiz. Qani o'ynashni boshlaymiz do'stlar. Xo'p, o'yin davomida yangiliklarni aytib o'taman. Xo'sh. Bizda yangiliklar juda ham ko'p. 23-iyun kuni, ya'ni 2 kundan so'ng Portugaliyaga qarshi O'zbekiston o'yin olib boradi. Endi uni kuzatamiz. O'zbekistonga ham Portugaliyaga ham balet qilamiz albatta, lekin Portugaliya yutish sal ko'proq. Lekin hozir O'zbekiston yutmasa bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun O'zbekiston padisha qilinglar sizlar ham. Xo'sh, yana bitta yangiliklardan biri, katta yangiliklardan biri. Xo'sh, Argentinaga qarshi Algeriya. Xo'sh, dunyo bo'yicha World Cup Jahon chempionatida eng ko'p gol urgan futbolchi bu Dimitrov Kloseda, menimcha 16 ta edi va Messida esa 13 ta edi va Messi Algeriyaga qarshi o'yinda ko'rgan bo'lsangiz kerak, hat-trick qildi do'stlar. 3 ta gol ajoyib tarzda gol urildi va hat-trick qildi va uning gollari 16 ta bo'ldi va dunyo bo'yida jahon chempionatida eng ko'p gol urgan futbolchi birinchi o'rinni Messi oldi do'stlar. Ajoyib tarzda urib ketdi. Endi Messining keyingi o'yinlarda ham omad, ancha yaxshi gollar uradi degan umiddaman. Xudo xolasa bu yil ham chempion bo'ladi. Xo'sh, biz o'yinimizda davom ettiramiz. Ultimate ajoyib. Sochlar, turmaklari ajoyib ekan. Xo'sh, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Shu fursatdan foydalanib, hozirda biz 3 ta qizil kartali player yig'dik. Yana yig'averamiz. Xo'sh, Ultimate menimcha ko'tarilsa kerak, chunki Germaniya keyingi bosqichlarga chiqib oladi degan umiddaman. Yana menimcha 7 kun yoki 8 kundan keyin aniq bo'ladi qaysi futbolchilar ko'tarilishi. Endi O'zbekistonga balet qilamiz, chunki Abduqodir Usanov ko'tarilishi kerak. Shu uchun xo'sh. Ultimate bilan bitta gol urishga harakat qilaman. Ultimate yomon emas. Davom ettiramiz. Hammasi joyida va Ultimate. Xo'sh, Messining bu harakatdan keyin hamma hayron qoldi. Keyin yana bitta yangilik bor. Ronaldoni juda ham yomonlab tashlashdi, chunki Portugaliya bilan Kongo o'yinidami yoki qaysi o'yinda Joanesh bitta gol urdi, Portugaliya o'yinchisi. Undan keyin o'yindan so'ng u aytdiki,
Portugaliya o'yinchisi o'sha João Neves aytdi, Ronaldo hech narsa qila olmadi. Ronaldo shunchaki bizga zarar keltiryapti. U ikkita yaxshi vaziyatni, golli vaziyatlarni ham rasvo qildi deb aytdi. João Neves bu gaplar Instagramda va har xil ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Bu juda ham yomon, chunki 41 yoshli goatlardan birini bu yomonlash juda ham yomon. João Neves hali endi futbolga kelib, qitti gollar urib, sal kibrga aylanibdi, qitti o'zidan ketib qolibdi endi. Xullas ana shunaqa gaplar gapirib, hamma yoqqa chiqib ketdi bu Instagramlari. Qitti futbol o'ynab o'zidan ketibdi. Shuning uchun shuni aytib qo'ymoqchi edim. João Neves juda ham bu xarakter bilan yaxshi futbol o'ynamaydi. Albatta kelajakda, chunki kim 41 yoshli goatlardan birini u yomonlayapti-da. Hali Cristiano'ni ko'ramiz, albatta gollar uradi. Cristiano yo'q payti Portugaliya hech narsa edi do'stlar. Cristiano Ronaldo Portugaliyaga qo'shilgandan keyin, o'ynash boshlagandan keyin Portugaliya yurash boshladi. Ancha yaxshi ko'tarildi, ancha kuboklar ko'tarildi. 2016-yil Yevrolar yutildi. Finalissima har xil kuboklar yutildi. Cristiano Ronaldo kelgandan so'ng albatta do'stlar. Agar Cristiano Ronaldo hozir ham Portugaliyada bo'lmasa edi, Portugaliya bunaqa kuboklarni umuman yuta olmasdi. Mana shu yangiliklardan biri do'stlar. Xo'sh, menimcha bugungi yangiliklar shular. Har kuni sizlarga yangilik yetkazishga harakat qilyapman. Biz bundan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Bitta Ultimate bilan gol urish kerak, lekin urib bo'lmayapti. Jahon chempionati juda ham qiziq ketyapti do'stlar hozirda. Hamma raqiblar ajoyib o'ynamoqda. Lekin ko'p davlatlar durang bilan tugatyapti hamma o'yinni. Endi ko'ramiz kim yutarkan, kim keyingi bosqichlarga chiqarkan, hammasini ko'ramiz. Xo'sh, endi 23-iyun kuni O'zbekistonga qarshi Portugaliyaga ham omad, Cristianoga, O'zbekistonga ham omad. Abduqodir Usamov, Abbosbek Fayzullayev, Shomurodov. Menimcha DLCda Shomurodov, Abbosbek Fayzullayevlar ham kelsa yaxshiroq bo'lardi va Kubo bu yerda nima qildi? Vay, qizil oldi-yu. Mayli do'stlar, qizil oldi endi Kubo. Davom ettiramiz. Laymerdan ajoyib pas berish mumkin Ultimate'ga. Chiqdi do'st. Chiqmadi. Mayli, ekstra time'lar ham bor. O'ynab qo'yamiz ekstra time'larni. Ovozlarni bo'ladi. Siz gol urmadik. Xo'sh, davom ettiramiz. Hozir Jahon chempionatining K guruhida juda ham qizg'in ketyapti. Endi Kolumbiya chiqish 100% bo'lib qoldi. Qarab keyingi bosqichga, chunki 3 ochko bilan turibdi Kolumbiya, keyin Kongo ham 1 ochko bilan turibdi, Portugaliya ham 1 ochko bilan turibdi va O'zbekiston hozirchalik 0 ochko bilan turibdi. Agar mabodo O'zbekiston Portugaliyani yutadigan bo'lsa, Portugaliyada imkon sal kamayadi, chunki Kolumbiya bilan o'ynaydi u. Agar yuta olmasa agar Portugaliya yutadigan bo'lsa, o'sha O'zbekiston bilan xayrlashamiz do'stlar. Chunki oxirgi o'yinni o'ynagandan ham foydasi yo'q, chiqa olmasligi aniq bo'lib qoladi. Xo'sh, shuning uchun ham O'zbekistonga omad, Portugaliyaga ham omad, lekin Portugaliyaning 1 ochkosi bor, O'zbekistonda 0 ochko. Shunaqa. Xo'sh, Ultimate Germaniya ham yaxshi o'ynayapti hozirda. Va Ultimate'dan Rotar Navas ekan. Navasni bilgan biladi do'stlar. Ultimate bilan gol urish kerak do'stlar va Ultimate'dan ajoyib bosh bilan gol. Yaxshi Ultimate. Debut golni urdi. Bo'yi uzunmi deyman, Van Dijkdan uzunga o'xshabdi bo'yi. Uni ko'ramiz o'yindan keyin statistikalarni. Xo'sh, keyingi videolar qanaqa bo'lsin yozib qoldiring uni ham. Keyingi videoda yana agent ochishimiz ham mumkin. Xo'sh, biz davom ettiramiz. Ultimate.
Videolarimiz hali qiziq videolarimiz hali oldinda, shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Asosiysi aktiv baland bo'lsa menda ham ancha videolar ko'p chiqadi. Aktivni baland qilsangiz, endi aktiv baland qilish sizga bog'liq. Siz so'ragan videolarni biz chiqaramiz. Siz obuna bo'lsangiz bo'ldi. O'yinimiz tugadi do'stlar. Xo'p, endi Voltmate statistikalarini ko'rib chiqamiz. Voltmate 1 daqiqa. Bu yerga bunday tushirsak bo'ldi. Xo'sh, Voltmate tezligi yaxshi, yomon emas. Tezlanishi esa yomon. Xo'sh, qaranglar. Men tezlikka 10 dan 8 beraman. Tezlanishiga 10 dan 6, stamina 10 dan 6. Strength juda ham yaxshi. Strength 10 dan 8. Yo'q, 10 dan 9 do'stlar strengthga. Control 10 dan 8. Pass 10 dan 7. Udarga 10 dan mayli. Xo'sh, 10 dan 9 beraman. Chunki yomon emas, bu zo'r. Va tackling esa tackling o'z joyida bo'lgani uchun ham 10 dan 8 beraman. Chunki tackling o'z joyida. Bu juda ham balandgan, 198 cm do'stlar. Van Dijkning bo'yi 195 cm ekan. Laymer 180, Kupo 173 ekan. Juda ham baland o'yinchi ekan bu. O'yinaqay Germaniyaning asosiy o'yinchilaridan biri. Juda ham ajoyib o'yinchi. Xo'sh, keyingi videolarda yana agentlar ochamiz. Siz obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Elchi Komil bo'ldi. Xayr.